Assalomu alaykum. Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti klinik farmakologiya kafedrasi dotsenti Ochilova Gulruh Saidovna. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi bronxlar o'tkazuvchanligiga ta'sir etuvchi dori vositalarining klinik farmakologiyasi. Bronxlar o'tkazuvchanligiga ta'sir etuvchi dori vositalarining guruhlari, ya'ni bronxlarni kengaytiruvchi dori vositalari, ushbu guruhga adrenoretseptorlarni rag'batlantiruvchilar, M-xolina blokatorlar, fosfodiesteraz ingibitorlarni misol qilib olamiz. Keyingi guruhimiz bu yallig'lanishga qarshi antiastmatik preparatlar, glukokortikoidlar, sinus hujayra membranasini turg'unlashtiruvchi vositalar va leykotrien retseptorlarining blokatorlari. Keyingi guruhimiz bu balg'am ko'chiruvchi, mukolitik va yo'talga qarshi dori vositalari bo'lib hisoblanadi. Adrenoretseptorlarni rag'batlantiruvchi, ya'ni adrenomimetik vositalar, bular alfa, beta adrenostimulyatorlar, ya'ni epinefrin va efedrinni misol qilib olishimiz mumkin. Keyingi guruhimiz beta 1 va beta 2 adrenostimulyatorlar, ya'ni noselektiv preparatlar, izoprinalin va ortiprinalинlarni misol qilib olamiz. Va keyingi guruhimiz beta 2 adrenostimulyatorlar, ya'ni selektiv preparatlar, qisqa ta'sir etuvchi salbutamol, fenaterol, terbutalin, uzoq ta'sir etuvchi vositalarga formoterol va salmeterollarni misol qilib olishimiz mumkin. Adenolatiklaza faollashuvi, bronx mushaklarining bo'shashishi, bronxlar bo'shlig'iga ajralma chiqishini yaxshilaydi. Ushbu guruh preparatlari allergiya mediatorlari bronxospastik ta'sirlarni kamaytiradi. Semiz hujayra, gistamin va neytrofillardan xemotaksis omili ajralishini kamaytiradi. Diafragma mushaklari qisqaruvchanligini oshiradi. O'pkadan tashqari ko'rsatadigan ta'sirlari bular miokardni kislorodga talabini ortishi, AV o'tkazuvchanligini yaxshilashi, miokard qo'zg'aluvchanligining oshishi, koronar arteriyalarning kengayishi, yurakka xrono va inotrop ta'sir. Bu ta'sirlar asosan noselektiv beta adrenostimulyatorlarga xos ta'sir bo'lib hisoblanadi. Beta adrenoretseptorlarni stimullovchi preparatlarga, masalan, izotrin, ortiprinalin, salbutamol, ferantirol, salmeterol va terbutalin, formoterol preparatlarini misol qilamiz. Ushbu preparatlar parenteral, peroral va ingalyatsion usulda kiritiladi. Optimal kiritish yo'li ingalyatsion, me'da ichak traktidan o'zlashtirishi 70 va 40% tashkil qiladi. Bronx shillig'idan o'zlashtirishi esa 10%. Metabolitlari beta stimullovchi va beta bloklovchi xususiyatga ega. Qarshi ko'rsatmalar, absolyut qarshi ko'rsatma, preparatga nisbatan yuqori sezgirlik, nisbiy qarshi ko'rsatmalar, kuchli arterial gipertoniya, stenokardiya, tireotoksikoz va taxiaritmiyalarda qo'llash man etiladi. Nojo'ya ta'sirlari, dozasi oshib ketganda yoki uzoq vaqt qabul qilinganda taxifilaksiya, rezistentlik, beta retseptorlar sonining kamayishi yoki metabolitlar orqali beta bloklash bilan bog'liq rezistentlik, ya'ni rikoshent sindromi. Beta 2 retseptorlarni uzoq vaqt stimulyatsiya qilganda shilliq qavatning shishishi va bronxiolalarning shilliq qavat osti tomirlaridagi beta 1 retseptorlarning stimulyatsiyasi, ya'ni berkilib qolish sindromini keltirib chiqarishi mumkin. Yana boshqa ta'sirlari taxikardiya, tremor, aritmiya, hilpillovchi epiteliyning destruksiyasi, ko'ngil aynish, kislorod potensial bosimining kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Fosfodiesteraz ingibitorlari, ya'ni bular noselektiv ingibitorlar, bularga qisqa ta'sir etuvchi va uzoq ta'sir etuvchi preparatlarga bo'linadi. Qisqa ta'sir etuvchiga tiofilin, uzoq ta'sir etuvchiga tiotart, tiopek, retafil, TO24, unifil va eufilon preparatlarini misol qilamiz. Fosfodiesterazaning selektiv ingibitorlari, ya'ni birinchi avlodiga rolipram, ikkinchi avlodiga cilomilast va piklomilast
roflumilast preparatlarini misol qilib olishimiz mumkin. Fosfodiestraza fermentlari 3, 4, 5 tiplarni bloklaydi. Natijada siklik AMF parchalanmaydi. Siklik AMF esa kalsiy kanallar ishini stimullaydi va hujayra ichida kalsiy ionini kamayib ketadi va ya'ni natijada bronxodilatatsiyani vujudga keltirishi mumkin. Adenozin retseptorlarini bloklaydi, asosan A2 faolligini pasaytiradi. Shuning hisobiga bronxodilatatsiyani keltirib chiqaradi. Bronxospazmni oldini olish hisobiga bronxlar o'tkazuvchanligini oshiradi. Kuchsiz diuretik xossaga ega. Koronar qon aylanishini yaxshilaydi. Periferik qon tomirlar qarshiligini pasaytiradi. Kichik qon aylanish doirasida arterial qon bosimini tushiradi. Diafragmaning qisqaruvchanligini oshiradi. Teofilin suvda yomon eriydi. Shuning uchun eufilin, aminofilin, diafilin, ditrofilin kabi preparatlar ko'proq qo'llaniladi. Ularning tarkibi 80-85% teofilin va 15% qo'shimchalardan iborat bo'lgan preparatlar bo'lib hisoblanadi. Eufilin vena ichiga yuborilgandan so'ng uning qondagi miqdori 1-soat oxiriga kelib kamaya boshlaydi va 7 soatdan keyin umuman aniqlanmaydi. Jigarda metabolizmga uchraydi. Metabolizm tezligi va darajasi har bir bemorda o'ziga xos ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Ksantinlar metabolizmi 1 yoshdan 10 yoshgacha tezlashadi hamda ba'zi dori vositalar qabul qilinganda chekish ta'sirida va ovqatda oqsillar miqdori oshib ketganda ham bu jarayon tezlashadi. Ko'rsatmalar: bronxial astma, surunkali obstruktiv bronxit, o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi, o'pka gipertenziyasi, nafas olish buzilishlari, bosh miya qon aylanishining buzilishlari va migren. Qarshi ko'rsatmalar: kuchli arterial gipotoniya, kollaps, shok, paroksizmal taxikardiya, qorinchali ekstrasistoliya, miokard, o'tkir miokard infarkti, tarqalgan aterosklerozi, anamnezda tutqanoqlarning bo'lishi. Nojiya ta'sirlari: o'tib ketuvchi ko'ngil aynishi, yurak urib ketishi, titrash, bosh og'rig'i, bosh aylanishi va uyquning buzilishi. Keyingi guruh preparatlarimiz M-xilina blokatorlar, atropin va uning to'rtlamchi hosillalari, ipratropiy-bramid, tiotropiy-bramid hamda traventollarni misol qilamiz. Ushbu preparatlar yirik bronxlarni bo'shashtiradi, nafas hajmini kengaytiradi, bronxial bezlar sekretsiyasini kamaytiradi. Ta'siri 30 daqiqadan keyin boshlanadi. Ipratropiy-bramid va traventol oshqozon ichak traktida yomon so'riladi. Shuning uchun dori vositasini og'iz orqali ta'siri juda ham kam bo'lib hisoblanadi. Ko'rsatmalar: surunkali obstruktiv bronxitda va jismoniy zo'riqish astmasi bronxariyalarda. Dozalash 2 nafas olishdan 3-4 mahal buyuriladi. Nojiya ta'sirlari: og'iz qurishi, qabziyat, yo'tal, mahalliy ta'sirlanish, taxikardiya, diplopiya, allergik reaksiyalar. Qarshi ko'rsatma esa glaukoma hamda prostata adenomasida qo'llash man etiladi. Yallig'lanishga qarshi anti-astmatik dori vositalari, bularga ingalyatsion glukokortikoidlar, bularga beklametazon, dipropionat, budesonid hamda flutikazon preparatlari misol bo'ladi. Keyingi guruh preparatlarimiz semiz hujayra membranasi stabilizatorlari, kramalin natriy, nedakramalin hamda ketotifenlar, lekotrin antagonistlarga lekotrin sintezini ingibirlovchi zileuton hamda lekotrin sintezini ingibirlovchi vositalarga zafirlukaz va montelukazlarni misol qilib olishimiz mumkin. Ingalyatsion glukokortikoidlar, bular yallig'lanishga qarshi, allergiyaga qarshi, immunodepressiv ta'sir qilish xususiyatiga va beta adrenoretseptorlarga nisbatan sezuvchanlikni oshiradi. Shilliq qavatdagi shishlarni kamaytiradi, mukosellar transportni yaxshilaydi, sistem ta'siri kam. Ushbu preparatlarning nojo'ya ta'siri og'iz bo'shlig'i va yutqin kandidozi, disfoniya, og'izda achchiq ta'm, nafas yo'llarining ta'sirlanishi, yo'tal,
hamda surilishda sistemali ta'sir ko'rsatishi mumkin. Semiz hujayra membranasini turg'unlashtiruvchi preparatlar Intal, ketotifen yoki Tylet preparatlari. Ushbu preparatlar semiz hujayralarda fosfolipidlarning faolligini yo'qolishi, semiz hujayralar ichida siklik AMFning to'planishi, semiz hujayralar membranasini stabillanishi, leykositlar yallig'lanish mediatorlarini ozod bo'lishi hamda faqat profilaktik va davolash rejasida qo'llaniladigan preparatlar bo'lib hisoblanadi. Kromoglikat natriy yoki Intal preparati ingalyatsiya uchun kukun yoki dozalangan aerozolli eritma shaklida chiqariladi. Spinhaler yordamida ingalyatsiyalangandan so'ng preparatning taxminan 10% bronxiola va alveolalarda o'tirib qoladi. Qolgan qismi yutib yuboriladi, qisman me'da-ichak traktidan suriladi va o'zgarmagan holda asosan buyraklar orqali va qisman axlat bilan chiqib ketadi. Preparatning qondagi miqdori ingalyatsiyadan 15 minutdan keyin aniqlanadi, so'ng asta-sekin kamaya boshlaydi va 2 soatdan keyin qonda aniqlanmaydi. Preparatning himoyalovchi ta'siri esa ingalyatsiyadan keyin yana 4-6 soat davom etadi. Keyingi preparatimiz nidokramil natriy yoki Tylet preparati. Ingalyatsiyada preparatning ko'p qismi yutib yuboriladi, faqat 5-10% me'da-ichak traktidan suriladi. Yarim chiqarilish davri taxminan 140 minut. Nidokramil jigarda metabolizmga uchramaydi va 96 soat davomida organizmda o'zgarmagan holda buyraklar orqali va o't yo'llari orqali chiqariladigan preparat. Preparatning ichishga qabul qilish uchun mo'ljallangan ta'siri, uzaytirilgan shakllari va vena ichiga yuboriladigan eritmalari ham mavjud. Vena ichiga yuborilganda preparatning miqdori qonda tez aniqlanadi va 20 minut davomida saqlanadi. So'ng ekspansiya pasayadi va 8 soatdan keyin qonda preparatning faqatgina 10% qoladi. Ko'rsatmalar: qaytalanuvchi yengil darajada bronxial astma, jismoniy zo'riqish astmasi, bolalarda bronxial astmani davolashda tanlov preparati bo'lib hisoblanadi. Allergik rinit, allergik konjunktivit, ovqatga nisbatan allergiya va me'da-ichak trakti allergik kasalliklari, kimyoviy gazsimon moddalar, chang, sovuq havo chaqiradigan bronxospastik reaksiyalarni oldini olishda qo'llaniladi. Qarshi ko'rsatmalar: preparatni ko'tara olmaslik, homiladorlikning birinchi 3 oyligi astmatik statusda qo'llash man etiladi. Nojo'ya ta'sirlari: tomoq, hiqildoq shilliq qobig'ining ta'sirlanishi, og'iz qurishi, yo'tal, ovozning bo'g'ilishi, bronxospazm, allergik granulomatoz va dermatit, miozit, gastroenteritlarga sabab bo'lishi mumkin. Leykotren ingibitorlari. Ushbu preparatlar leykotren anafilaksiyasining sekin javob qaytaruvchi substansiyasidir. Leykotren S4, D4 va E4 bronx silliq mushaklar spazmi, tomirlar spazmi va bronx shilliq qobig'i shishini chaqirishi mumkin. Allergik yallig'lanish o'chog'ida eozinofillarni jalb etadi, shilliq sekretsiyasini oshiradi, mukosillar transportni yomonlashtiradi. Leykotren ingibitorlari birinchi va ikkinchi turdagi leykotrenlarni bloklaydi. Natijada ularning patofiziologik va klinik ta'sirlari kamayib, allergik yallig'lanishning kamayishi va bronxodilatatsiyaga olib keladi. Biroq leykotren ingibitorlar astmaning rivojlanishi barcha turlarida turli patogenetik mexanizmga ega bo'lganligi sababli hamda preparatlarning o'ziga ham turli ta'sir mexanizmiga ega bo'lgani uchun samarali bo'lavermaydigan preparat bo'lib hisoblanadi. Leykotren ingibitorlari birinchi turdagi retseptorlar antagonisti, bularga zafirlukas, montelukas, pobilukas va vertilukaslar hamda lipoksigenaza ingibitorlari, ziflo preparatlari kiradi. Ko'rsatmalar va dozalash tartibi: bronxial astmani davolash uchun zafirlukas 20 mg sutkasiga 2 marta buyuriladi. Montelukas 10 mg sutkasiga 1 marta buyuriladi. Qarshi ko'rsatma: preparatni ko'tara olmaslik, nojo'ya ta'sirlari: bosh og'rishi, dispeptik buzilishlar, transaminaza faolligining qisqa muddatli ortishi.
Keyingi guruh preparatlarimiz bular balg'am ko'chiruvchi vositalar. Ushbu preparatlarni bizlar ikki guruhga bo'lamiz. Reflektor ta'sir ko'rsatuvchi va rezaktiv ta'sir ko'rsatuvchi vositalar. Hamda mukolitik vositalarga tiol tutuvchi, karbotsistein guruh preparatlari va vizitsionoidlarga va proteolitik fermentlarga misol qilishimiz mumkin. Reflektor ta'sirga ega bo'lgan balg'am ko'chiruvchi vositalar, bularga terpingidrat, termopsis o'ti, gvayfenazin, salotka ildizi, altay o'ti va ildizni misol qilib olishimiz mumkin. Ushbu preparatlar me'da retseptorlarini stimullaydi, bronxial va so'lak bezlari sekretsiyasini, mukosillar transport faolligini va yo'tal refleksni stimullaydi. Bundan tashqari yallig'lanishga qarshi ta'sir qilish xususiyatiga ega bo'lgan preparatlar bo'lib hisoblanadi. Keyingi guruhimiz bu rezervativ ta'sirga ega bo'lgan balg'am ko'chiruvchi vositalar. Bularga natriy yodid, kaliy yodid, natriy gidrokarbonat va ammoniy xloridlar kiradi. Ushbu preparatlar qonda so'rilgandan so'ng bronxlarga ajralib, bronxial sekretsiyasini kuchaytiradi. Balg'am ko'chiruvchi vositalarni ratsional qo'llash shartlari, ya'ni bunda bemor normada 15-20% ko'proq suyuqlik ichish kerak. Degidratatsion vositalarni qabul qilishni chegaralash yoki to'xtatish. Siydik haydovchi, ya'ni sudgi vositalar. Yo'tal refleksni to'xtatuvchi vositalar bilan birga qabul qilinmaydi. Ya'ni kodein, dextrometorfan va glaucin vositalar bilan birga qabul qilinmaydi. Mukolitik vositalar ta'sir mexanizmi mukopolisaxaridlar disulfid bog'larini dezintegratsiyasi surfaktant immunoglobulin GA lizatsin miqdorini oshiradi. Tiol tutuvchi preparatlarga asetilsistein hamda karbotesteinni misol qilib olishimiz mumkin. Vizitsin xoslarlarga bromgeksin va ambraksol misol bo'ladi. Asetilsistein va karbotestein bronxospazm xavfi, uzoq va qo'llanilganda lizatsin sintezini, kiprikli epiteliy faoliyatini bloklaydi. Ambraksol va bromgeksin, ambraksol esa bromgeksinning aktiv metaboliti bo'lib hisoblanadi. Proteolitik fermentlar, bular oqsillardagi peptid bog'larni parchalaydi, balg'amni yopishqoqligini kamaytiradi, faqat nekrozlangan to'qima va yopishqoq sekretlar eksudatlarga ta'sir etib, sog'lom to'qimalarga nisbatan nofaol bo'lib hisoblanadi. Bularga ximitripsin, tripsin, ribonukleaza, dezoksiribonukleazalar misol bo'ladi. Kam qabul qilinadi. Bronxospazm bilan kechuvchi dori vositalar, ya'ni yuborilish yo'llari ingalyatsion yuboriladi. Keyingi guruh preparatlarimiz bular yo'talga qarshi preparatlar. Ular markaziy hamda periferik turlarga bo'linadi. Markaziy ta'sir etuvchilar narkotik hamda non-narkotiklarga bo'linadi. Narkotik vositalarga metil morfin, dextrometorfan, etil morfin hamda dimemorfan vositalarini misol qilamiz. Non-narkotik vositalarga glaucin, oksiladin, butanirat hamda pentoksivirin hamda ledin preparatlari kiradi. Yo'talga qarshi periferik ta'sir qiluvchi preparatlarga prenoksidiazin yoki libeksin hamda levopront va butionil preparatlari misol bo'ladi. Ushbu preparatlar markaziy ta'sir etuvchi narkotik preparatlar uzunchoq miyaning yo'tal markaziga to'g'ridan-to'g'ri so'ndiruvchi ta'sir, og'riq qoldiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Uzoq vaqt qo'llanilganda ularga nisbatan jismoniy qaramlikni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Yo'talga qarshi non-narkotik preparatlar yo'talga qarshi gipotenziv va spazmolitiklar ta'sir ko'rsatadi. Nafasni so'nishi, ichak motorikasini tormozlanishi, o'rganib qolish va dorilarga bog'liqlik chaqirmaydi. Periferik ta'sir etuvchi yo'talga qarshi preparatlar bular prenoksidiazin va nafas yo'llarining shilliq qobig'iga anesteziyalovchi ta'sir ko'rsatadi. Yo'tal refleksini kamaytiradi hamda bronx kengaytiruvchi va yallig'lanishga qarshi ta'sir qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Ko'rsatmalar kuchli, ya'ni holdan to'ydiruvchi produktiv yo'tal, o'tkir bronxitda, quruq yo'tal, nafas yo'llariga biron bir narsaning tiqilishi, plevrit, kichik qon aylanish doirasida dimlanish belgilari bo'lgan holatlarda qo'llaniladi. Qarshi ko'rsatmalar o'pkadan qon ketish, bronxoobstruksiya, bronxial ajralmaning ko'p miqdorda ishlab chiqarilishi.
Shunday qilib bugungi ma'ruzamiz nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.